Gulola Ibodulayevna mana kelishgan ishimizni ham tashkil qilib oldik. Allohim barakasini bersin. Anchadan buyon shu niyat qilib yurardim. O'sha hijobli singillarimizni iltimoslariga ko'ra va men doim bir narsadan qiynalganman. Mana shu yo'nalishimga mos spetsialist topishdi. Sizni topdim va juda ham xursandman. İşimizni Xudoyim xayrini bersin. Mana Gulola Ibodulayevna, men bilamanki ancha yillardan buyon meditsina sohasidasiz. Yana topib, yana uchrashganimdan xursandman. Mana necha yil Yevropa davlatlariga o'qib ishlab keldingiz, aynan shu soha bo'yicha. Endi O'zbekistonda nima yangiliklar bilan keldingiz? Nima yangiliklar beramiz? Mana eson-omon ishimizni ochib oldik. O'zbekistonda bu ishni olib kelishimizni, ishlash faoliyatimizni boshlashimizdan maqsad o'zbek insonlariga, o'zbek ayollariga sifatli xizmat ko'rsatish, oliy darajada sog'liq ulashish, zamonaviy meditsina texnikalari bilan birgalikda ularni salomatlariga yordam berish maqsadimiz. Asosan biz yangiliklardan biri elektronik jihozlar bilan bu hijama ishlarini olib borish, girudoterapiya, zuluk qo'yish texnikasida yangi asbob uskunalar bilan ishlash texnikamizni oliy darajada sifatli bo'lishi, ya'ni undan keyin asoratlar qolmasdan chiroyli qilib insonlarni sog'lomlashtirish berish. Aynan shu ishingizga men diqqatimni qaratdim, chunki men o'sha Misr davlatida o'qiganimda bu narsani ko'rmagan edim. Bu texnikani ya'ni ko'rmagan edim. Demak, bu hattoki men uchun ham yangilik bo'ldi. Bu yaqinda chiqqan bu elektronik asbob uskunalarimiz umid qilamanki xalqimizga yaxshi xizmat ko'rsatib beradi. Uzatuvchilarim asosiy ayollar va ulardan ko'p savollar keladi. Homiladorlik vaqtida davlenasi oshishi va o'sha ko'z oldini qorong'ulashidan shikoyat qilishadi va o'sha hijama muolajasini, zuluk muolajasini olishni istashadi. Men ularga o'zi o'sha bir qancha ko'nikmalarni aytib tushuntiraman. Bu haqda siz ham aytib o'tsangiz. Bilasizmi, bu homiladorlik fiziologiya. Biz homilador ayollarga zuluk qo'yish yoki hijama qilishni tavsiya qilmaymiz. Lekin meni praktikamda homilador bo'la olmayotgan ayollar kelishgan, ularning holatlariga qarab biz protseduralar olib borganmiz. Buni natijasida ular homilador bo'lishgan. Ya'ni o'sha davolovchi hijama bilan kosmetologik hijama haqida ikki og'iz aytib o'tsangiz. To'g'ri savol berdingiz, Gulsara. Chunki kosmetologik hijama insonni tashqi ko'rinishi nimasiga bog'liq bo'lgani uchun biz teri yuzasini yengil tilish bilan hijama qilib o'sha yerda qon aylanishini yaxshilab berishimiz kerak. Chunki eskidan qolgan dog'lar, ugrilardan qolgan asoratlarni biz teri qismidan bartaraf qilib qon chiqarish orqali tozalab berishimiz kerak. Umumiy davolovchi hijamada ham xuddi o'shanga o'xshash. Biz haqqimiz yo'q. Terini kesish yoki chuqurroq jarohat qilish mumkin emas. Nimaga? Kesayotgan paytimizda o'sha teri qavatini ust yuzayini sekinlik bilan, diqqat bilan tilish yordamida o'sha terini tagidagi mayda kapillyar qon tomirlardan aylanmayotgan eski qonlarni chiqarish yo'li bilan davolash ishlarini olib boramiz. Bu davolovchi hijama hisoblanadi. Gulola Ibodulayevna, mana juda ko'p savol kelgan va keladi doim menga. Hayz vaqtida nega hijama qilinmaydi? Shunga siz bitta to'ldirib o'ting. Gulsaraxon, bilasizmi? Hozirgi paytda ayollarimiz ko'pchiligi kamqonlik bilan og'riyaptilar. Nimaga? Bunga birinchi sabab ekologiya,
ikkinchisi stress, uchinchisi har xil tashqi ta'sirlar, yeb ichayotgan narsalarimizni, oziq ovqat mahsulotlarimizni sifatsizligi, eng oxirgisi bu noto'g'ri ovqatlanish natijasida kelib chiqayotgan ayollardagi bu anemiya asoratlari deb aytaman. Biz agar buni ustiga hayz bo'lgan ayollar yana hijama qilamiz yoki zuluk o'tkazamiz, zuluk terapiya qilamiz desak, bu noto'g'ri bo'ladi. Chunki har kelgan patsientimizni avvalambor man so'rayman, anemiyangiz bormi? Menstruatsiya emasmisiz? Hayzingiz, hayz davridamisiz yoki yo'qmi deb so'rayman. Undan keyin o'sha protsedurani o'tkazishga loyiqmi, noloyiqmi, o'shanga qarab biz xulosa chiqarib, man o'sha protsedurani o'tkazaman. Mana shu aptekadagi dori vositalarining o'sha ba'zi kasalliklarga foydasi va o'sha hijama va zuluk terapiyalarni foydasi qanaqa? Mana shular haqida aytib o'tsangiz. Masalan, ko'pchilik ochiqroq qilib aytadigan bo'lsa, xalq tabobatiga unchalik ishonmaydi. Tezda borib o'sha dorixonalardan o'sha dori vositalarini olib qabul qilishadi. Mana shu haqida aytib o'tsangiz. Juda o'rinli savol berdingiz, Sarafon. Qarang, apteka dorisi bu ximikat. Man endi kerak joyda meditsinada dorilar ham ishlatilishi kerak. Kerak joyda xalq tabobatini ham ishlatish kerak. Man bu narsaga koronavirus paydo bo'ldi. Hammamiz pandemiyani yashadik. Undan keyin amin bo'ldimki, xalq tabobatini ham xalq orasida asta sekin yo'lga qo'yish kerakligini. Nimaga desangiz, hadeb dorilar, kimyoviy dorilarni ishlataverib inson organizmiga zarar ko'rsatilgandan ko'ra tabiiy yo'llar bilan kerak joyda davolasak ham bo'ladi. Nimaga desangiz, odamni davleniyasi oshganda, masalan, hijama usuli yoki giroidoterapiya, zuluk qo'yish usuli bilan ham davleniyani tushirsa bo'ladi. Har xil kasalliklarda, masalan, toshma kasalliklari, har xil organizmda bo'layotgan og'riqli kasalliklarda ham hijama yo'li bilan mana shu xalq tabobatini ishlatib shifo topsa bo'ladi. Ya'ni bu demoqchimanki, organizmni masalan dori bir joyga foyda bersa, bir joyga zarar berishini o'ylab tushungan holatda tabiiy yo'l bilan zararsiz yordam berish ham, zararsiz davolash ham o'rinli deb hisoblayman. Gulsaraxon, bilasizmi? Tanlov har bir insonni o'zini qo'lida. Xohlasa zamonaviy meditsina, xohlasa tabiiy meditsinadan foydalansa bo'ladi. Tanlash u har kim o'zini qo'lida. To'g'rimi? Bizning maqsadimiz xalqqa tabiiy yo'llar bilan, xalq tabobatini yo'llari bilan kerakli muolajalarni, protseduralarni vaqtida o'tkazib yordam berish. Charchamang, ishlaringizga omad. Siz bilan boshlaganimdan ishimni juda ham xursandman. Rahmat. Va sizga ishonaman. Rahmat sizga ham kattakon. Mana shundoq uchrashuvlarimiz ko'p bo'lsin. Xudo xolasa xalqqa xizmat qilib, qanday yordamlar ko'rsatayotganimizni eshitib tursak, sizlar orqali juda ko'p xursand bo'lamiz. Boringizga shukur. Siz ham boringizga. Siz topganimdan xursandman. Xudo xolasa sog' bo'ling. Ishlarimiz chiroyli davom ettiramiz. Inshaalloh. Rahmat.